O'zimni pulimni o'zim ishlata olmasam, o'rtoqlar. Hayron bo'ldim o'zim Misrda yurganimda. Nimaga ularga pul bersam, olmayapti desam, so'm bersam olmayapti, o'tmayapti. Misrlik bolalarga. Ko'rdinglar-ku? Ana tuyani ustida turib 5 ming so'm, 10 ming so'm bersam, olmayapti, mensimayapti. Akasi gap bu yoqda ekan. Значит, o'zimizda ham olmayotgan ekanda u pulni, o'zimizda ham o'tmayotgan ekan. Misrda qayerdan o'tsa? Qiziq bo'ldi. Benzin quyganiga kirsam, kassaga pul so'rab berib tursam, "Oka, naqd pul o'tmaydi" deyapti-da. Nimaga aytsam, "Bilmadingizmi?" deydi. "Yo'q. O'zi kecha keldim safardan" desam, "Ha, bo'ldi" deb, "Plastikdan to'lash kerak" dedi. "Yo'q, menda plastik uyim dedi" desam, "Yo'q, unda bilmadim, nima qilayim" dedi. Keyin amallab bir nima qildim-da, klik qildim xullas. Yaxshi. Xullas, o'zgarishlar katta bo'lib ketdi. Bir hafta ichida o'zgarishlar katta bo'lib ketdi. Hayron bo'ldim o'zi. Nimaga unaqa Misrda men pulim o'tmayapti desam, o'zimizda ham o'tmayotgan ekanda.